Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun 2025-yil 23-aprel sanasi. Ochiq qaddagi alba qublarimiz, mana qublarimiz holatlari. Mana holatlar, mevalar. Hop, tomchilatishda boshladik. Xudo xolasa 1-2 kun oldin tomchilatishdan suv berdik. Mevasi. Endi plyonka osishimiz kerak, bekka. Shunga vaqt bo'lmayapti, ishni ortmayapmiz. Mana oldi qizarishni boshladi. Mana mevalar. Hop, endi bu joyimizda suv qo'ygan edik. Undan keyin 1-3 kun ketma-ket yomg'ir yog'di. Shuning natijasida mana bunaqangi chiqish holatlari bo'lyapti. Endi buni xudo xolasa ustozlarimizdan maslahat oldik. Dorilarni sepamiz, nima kerak bo'lsa ildizadan berib chiqamiz. Holatlar. Hozir уже gullaga trips ham chiqyapti, mana mayda mana. O yuribdi mana trips. Bunga dori sepishimiz kerak ekan. Trips yo'qda 3-4 kun oldin trips ham chiqib qolibdi. Trips o'sha gulini shirasini so'rib qo'yadi, keyin mevasi umuman kattalashmaydi. Bu tomon o'tkir kuzda ekilgan, bu taraf o'tkir bahorda ekilgan.